2026 yilgi Chevrolet Equinox zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va qulay haydov tajribasini birlashtirgan yangi avlod krossoveri sifatida taqdim etildi. Bu model kundalik foydalanish uchun qulay bo'lishi bilan birga zamonaviy hayot tarzi uchun ham mos keladi. Tashqi ko'rinishda avtomobil ancha agressiv va sport uslubiga ega bo'lib, old qismida yangi panjara dizayni, ingichka LED faralar va kuchli ko'rinish beruvchi bamper bilan ajralib turadi. Yon tomondan qaralganda esa silliq chiziqlar va aerodinamik shakl avtomobilga zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa qismida esa zamonaviy LED chiroqlar va keng bagaj eshigi dizaynni yanada jozibador qiladi. Salon qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Ichki dizayn oddiy, lekin juda zamonaviy va texnologiyaga boy. Markaziy panelda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u orqali navigatsiya, multimedia va avtomobil sozlamalarni boshqarish mumkin. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. O'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Old va orqa o'rindiqlarda yetarli joy mavjud, shuning uchun yo'lovchilar ozlarni bemalol his qilishadi. Bagaj bo'limi ham keng bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki kundalik xaridlar uchun yetarli joy beradi. 2026 yilgi model zamonaviy texnologiyalar bilan ham boyitilgan. Avtomobil ichida Apple CarPlay va Android Auto tizimlari mavjud bo'lib, ular smartfon bilan oson ulanish imkonini beradi. Simsiz zaryadlash funksiyasi, yuqori sifatli audio tizimi va ovozli boshqaruv kabi imkoniyatlar ham mavjud. Shuningdek, avtomobil Wi-Fi hotspot funksiyasini ham qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu esa yo'lovchilar uchun internetdan foydalanishni osonlashtiradi. Dvigatel variantlari ham samaradorlik va kuch muvozanatini ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Equinox odatda tejamkor turbo dvigatel bilan taqdim etiladi. Bu dvigatel kundalik haydash uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'i sarfini ham iqtisodiy darajada ushlab turadi. Avtomobil